Jigarlar buni aylanishiga bitta ahamiyat beramiz. Endi oyoq kiyimlarini ko'cha-ko'yga, boshqaga qo'yishlarining keragi yo'q. Bemalol oyoq kiyimlarni solib turib, eshigini shunday yopib qo'ysangiz bo'laveradigan bo'ladi. So'ng bitta oyoq kiyimingizni qo'yasiz, aylantirib turib olsangiz bo'laveradigan bo'ladi. Pastlarida ham joylari bor. Xo'p, bunga nechta oyoq kiyim sig'adi? Keyin razmerlari nechiga necha, materiallari qanaqadan ishlayapti, qo'llarni qismaydigandanmi? Mana mexanizmlari nimadan bo'lgan? Bular narxi necha pul? Qayergacha dastavkasi bor? deydiganlarga xo'p, to'liq ma'lumotni bundan tashqari mana ko'rinishdagilar ham bor ekan. Bularni ham video oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, to'liq ma'lumot beramiz. Bunimiz narxi nechiga necha pul, nechiga necha razmer. Xullas, hozir biz sexga yetib kelganmiz do'stlar. Birinchi qo'l o'zlari ishlab chiqarishadi. Olib sotar bas. Xo'p, to'liq ma'lumotni Diyorbek akamiz olamiz. Assalomu alaykum Diyorbek. Assalomu alaykum Obidjon aka, charchamasdan. Aka sog'lig'ingiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimi? Assalomu alaykum Obidus kanalining obunachilari. Akalar bittadan like bosib berishadigan bo'lsa, aka, men hozir mana shu oyoq kiyim obuv postavkani to'liq ma'lumotni beraman, aka. Xudo xolasa, aka, ijtimoiy tarmoqda xuddi buni ko'p kopiyalar chiqib ketdi, aka. Bizda narx o'zgargani yo'q bir xil, chunki boshida ham bir xil chiqarganmiz, hozir ham narxi Toshkentgacha vodiy bo'ylab dastavka shahar markazining ichida bo'lib turib, aka 1.550.000 so'm bo'ladi. Narxni videoda boshida aytib o'tdim, o'shaning uchun like bosib qo'yasizlar. Undan ko'pchilik videoda oxirida aytadi-da. Yo'q, biz aka sizning kanalingiz uchun eksklyuziv qilib cho'zmadik, borini dangal qilib. 1.300.000 dan ham chiqqan internetga, lekin bitta narsasini bilsin. Hamma ish bilan ishni farqi bo'ladi. Bu rossiyskiy laminatdan 2 qavatli bo'ladi. Keyin yana bitta tomoni, buni razmeri aka 1.5. Mana 1.50 bo'ladi, 70 ga 70. Xuddi shuni 1.30 ga 62 62 qilib 1.300 dan chiqadi. Boshqani yomonlash emas, faqat bizniki narxi nimaga 1.550.000? Dastavkasi Toshkentgacha ichida, razmeri katta. Keyin bizniki 25 ta oyoq kiyim sig'adi. Unga ham 25 ta oyoq kiyim sig'adi deganlarga, bu faqat aka biz 2 qavatdan ishlagan, mana ko'ryapsizmi? Bu bitta laminat emas, 2 ta laminat qo'yilgani uchun aka, xudo xolasa umri aka, xudo xolasa anchagacha yetaveradi. Keyin mo'shin qo'shishadi-yu, lekin uzoqroq muddat yo'q, 200 ming so'm qo'shiladi. Yo'l kirasi aka vodiydan bo'lsa, Andijon, Namangan, Farg'ona bo'lsa, 1.300.000 dan dastavkasi. Agar kelib olib ketaman deysiz, ama sexdan kelib olib ketamiz, tushib beramiz biz ham. Agar dastavkasi ichida 1.550.000 Toshkentgacha. Agar Toshkentdan turib ham telefon qilishadigan bo'lsa, o'sha 1.550.000 ga dastavkasi ichida shahar markaziga. Ko'pincha Samarqanddan telefon qilishadi aka. Samarqandga 100.000 mi 150.000 qo'shilib qoladi. Chunki bizdan 700 kilometr uzoqda Samarqand. 1.550 bo'lsa 1.650, 1.700 atrofida bo'ladi. Telefon qilsa kelishamiz. Oyoq kiyimimiz aka aytib o'tgandek, razmeri 1.5 ga 70 ga 70. 3 qavatdan aka mana oshiq-moshiqlar qo'yganmiz. Vakuumli mexanizm. Endi buni hech kim hayron qoldirib bo'lmaydi. Vakuumli mexanizm qo'llarda qismaydi. 25 ta oyoq kiyim bo'ladi. 61 dumalaqni uzunligi bo'ladi. Ya'ni aka 45-44 oyoq kiyimlar ham sig'uradi. Mana ko'rib turgan har bitta razmerga agar yuqori oyoq kiyim bo'lsa aka, damashli yo makasinka bo'lsa, ikkitadan qo'ysa 50 tagacha sig'uradi. Xudo xolasa. Mexanizmlar oddiy bo'ladi aka. Mexanizmlar ko'rib turganingizdek oddiy mexanizmda aylanadi. Materiallari o'sha aytib o'tganimdek rossiyskiy laminatdan aka. Mo'shimi deganlarga yomg'irda qolib bo'lmaydi. Bu ham bari yog'och mahsuloti. Artib ishlatsa bo'laveradi. Hozirgi kunda aka, Nalichida seriya bilan oqimiz bor. Aloqaga chiqsa, xudo xolasa, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Ruchkalari ham turetskiy ruchka bo'ladi. Metallitskiy keyin plasmassa. Metallitskiy bo'ladi. Kromkalari ham plasmassa, kromka qog'oz bas. Ya'ni qog'oz kromka qo'lda bosilmagan aka. Xo'p, bu mana oqi, bu seriyasi aka. Xudo xolasa bunisidan ham bor. Aka, bunisi 1 million. Ha, 1 million so'm aka. Prosta biz bormi yana nalish? Ha, bundan bor. Endi ko'ryapsiz, sexda hozir bolalar ko'shti bo'lyapti. Telefon qilsin, buni ham 3 xil rasvetkasi bor. Oq mebelli seriya bor. Aloqasi oyoq kiyim sig'adi. Bunga 18 ta oyoq kiyim sig'adi. 18. Buni mana 2 qavat qilib bersin, deysiz, bitta reyka qo'ysa 2 qavat bo'lib qoladi. Lekin ko'pchilik hali mana kengroq bo'lsin deganga boshida biz mana kengroq qilib ishlaydi. Endi hozir ko'pchilik 2 qavat qilyapti. Hali ichingichkaroq patinkani o'zini tiqib berishyapti. Xolos, bittadan reyka qatirib beramiz. Narxi oshmaydi. O'sha 1 million so'm. Bu ham Toshkentgacha dastavkasi, 3 qavatli bo'ladi. Buni razmeri aka 1.20. Qalinligi mana 31 mi 32 bo'ladi. Endi bir qarashdan tushib. Bir qarashdan baland. Bir qarashdan joyda ancha ekonom qiladi. Ha, joyda ancha. Mana bu mana 70. Mana buni qarang, bu 30. Mana qancha farqi bor. Xudo xolasa aka, Obidus kanalidan oldim deysiz, xudo xolasa
zo'r bonuslar qilib beramiz. Aloqaga chiqishaversan, aka aytib o'tganda O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastavkalarimiz bor. Juda ham zo'r. Xudo xohlasa aloqaga chiqinglar, ekranda nomer qoldiraman. Aloqaga chiqadigan bo'lsalaring dastavkalari bor ekan, o'sha Toshkentgacha, Vodiy Toshkentgacha bepul qolgan joylarga kelishilgan holatda ekan. Telefon qiladigan bo'lsalaring, xudo xohlasa, Nalichida 2 xil nimasi bor, zakaz asosida ham qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi.